Bo'ldi. Tushib ketyapti, to'xta. Oqib ketyapti-yu. Öyle. Yani qarichilikda endi. Va tavba qilmani. Men buni rosa xursandman da. Men Qirg'izistonga turmushga chiqqanman beri mana maza qilib yashayapman. Meni erim qirg'iz. Rosa ichadi. Mazza, meni urmaydi ham. O'zi bilan o'zi mazza qilib yashaymiz, tavba qilmani. Dadasi shunaqa zo'r odam endi. Voy. Nima balo bo'lyapti endi? Apa! Qizim nima bo'ladi bu? Yashavay. Voy, nimaga yashamaysan? O'tma yoqqa. Tekkaningga endi 6 oy bo'ldi-yu. Yashavay. Voy, nimaga yashamaysan? 8-martga podarka olib ber desam, ichib olib, munasaga podarka dedi. Qizim, tavba qilmani, ichib olib ursan nima bo'pti? Voy, dadang ham ichadi-yu. Ol atam ichgan maga chaqat. İçip gelse de şöyle uyda duruyor. Al gelip al yedi şayaklarını sındırıp talqalab atmayı. Bekitip koygan jerimen alıp çıkıp talqalab atat. Kızım sen bana qil. Haligi mos bo'lib keladi-yu, ichib keladi-yu. Ashында sen bana qilgin. Haligi men manoni sindiring, manoni nima qilib bering deb olib chiqib bering oldiga. Ashında sindirmay qoladi. Bo'ptimi? Shunday yo'la. Ashında qadriga yetadi ash narsani. Yashaymi? Gunda ichib kelayotmaydi. Bor, yasha qizim. Ichib kelsa nima bo'pti? İçiveradi. Dadang ham ichgan. Ering ham ichyapti. İchsin. Yana qo'yib ber. O'tirib sen ham ich. Demayman-ku endi ichma-da qizim sen. Bo'ptimi qizim? Yashavaymi men bormayman al joqqa. Endi yana bir 3-4 kun yashab tur, bo'lmasam yana aytadi-yu, yana ichganga chida. Ha. Necha yil ichsa ham chida qizim. Bari o'lib qoladi-da bari. Borgin qizim, borgin. Men atam bilan uchrashib ketmayinmi? Voy, dadang bilan o'zim hali so'rashmadim dadang bilan. Dadang yo'q. Qancha kundan beri yo'q? Ko'p bo'lib ketdi, bir hafta bo'lib ketdi, bor. Bor. Dadangizni o'ldiradi yana. Bor. Tavba qilmani, mana. Qizni tug'ib ham qutulmaysan, yerga berib ham qutulmaysan, tavba qilmani. Nima balo bo'ldi? Voy, dadasi keldimi? Güven açay işte. Ha? Açayım yarım saatten beri durum. Voy. Keling. Yarım saatten beri eşitmem ama açmaysın diye durum. Voy, kechirasiz, eshitmay qolibman-da. Voy. Asal. Voy, dadasi. Ona. La. Bala. Aqala. Chaqala. Yana. Qani dadasi? Qanday? Ben kaça günden beri uyga kelelekmin? Voy, siz kelmaganingizga bir hafta bo'ldi. 7 kun bo'lib ketdi-yu. 7 günden beri yemi topib keldim bu uyda. Voy, nima bo'pti? Endi siz birinchi marta emas-ku bu. Pastda mana shunaqa-yu. Elgin ayollarni o'xshabunda istesang ertaroq topib keladilar bu uyda. Ha, endi erkak kishi degan mana shunaqa qilib ko'chada yuradi-da dadasi. Erkak kishi uydan 7 qadam chiqqandan keyin bo'ydoq. Ayollar uyda bo'ydoq. Hazillashib qo'ydi, dadasi hazillashib qo'ydi. Voy, hidlaringizdan. Rosa sasyapsiz. Bunday ertaroq deganda qavar olib qo'ydi. Ellerning qatinda jamon suqlanamay ayollarni izdeb tavib olib keladi. Men bo'lsa chiqib ketgan mancha yemi topib keldim uyda. Qarab qo'ysang bo'lmaymi işte bunday. Apal! Asal. Oğlum, malades.
Otang bilan uchrash. Assalomu alaykum. Tav. Atamma? Dadang bor, uyga kirib bolam-a? Kiyimlarini alishtirib maktabdan kelding bolam? 5 aldim. Malades. Joningdan. Bor kirib, bolam, bor. Kirib o'ynab bolam, bor. Bor. Nima balo bo'ldi? Nima oldi dadasi? Kimeyman ol. Tavba qilmang, kim deganingiz nimasi? O'g'lingiz-da. Ha bizni bola уже. Tavba qilmang, siz bolangiz-da, kim bolasi bo'lmasam? Qanchaga chiqdi bu? Voy, 10 ga chiqdi-yu. 10 yil murda men Rossiyadan bu qayoqdan anan? Tavba qilmang. Siz Rossiyada bo'lganingiz bilan men bu yoqdaman-ku. Shunday deb bo'laveradi. Endi rasmingiz bor uyda. Bo'laveradigan do'st. Tavba qilmang, nima deyapsiz? Voy dadasi, endi mana qilamiz. Hozir men sizga yana bo'ldimi? Shunday qilib qoldir endi. Bo'ldi, boravering, rahmat, boravering, bo'pti, mayli. Bunun kim? Nima bu haligi siz yo'g'ida siz qiladigan ishlarni mashq qiladi-da. Bardig'ini o'sha qilavi. Yo'q, endi o'ziga kerakli narsani qiladi. Yer chopadi, mollarni qaraydi. O'shani aytmaysizmi mana? Endi erkak kishi qiladigan narsani men qila olmayman-ku. Shunga mana shuni olganman. Voy dadasi, hozir sizga yana 200 gramm olib kelib beraman. Tap o'chasiz. To'xta, ichmayman. Voy, 7 kundan beri so'l qalmay yem zo'rg'a topib keldim. Voy, mana iching dadasi, sizga ichgan rosa yarashadi. Yo'q, ichmayman. Voy, ichaverib, ramalaringiz ham ketib qolibdi dadasi. Hozir 200 gramm olib. Ichmayman. Voy, nimaga ichmaysiz? Ichmayman, menga ichgan bo'lmaydigan, so'l qalmay juramiz qancha kundan beri. İçib olib chernilarga borganda mast bo'lib olib, har birini bop etkizib suylab qo'yib o'taman men. Voy, tavba qilmang, birinchi marta gapiryapsiz mana shunaqa gaplarni. Birinchi marta. Voy, dadasi, to'g'ri aytasiz, ichmang. Ichmayman. Mashinadagiga yo'q. Qana mashina? Mashinani sotib olgansiz-ku. Sotib olgansiz. Hozir, ellerning ko'zini tangalam, suqtanam, elder degan to'ydan kelib o'tadi. Tug'ilgan kundan chiqib kelib o'tadi deydi. Meni bir yo'l qayerdan kelib o'tasan deb so'rab qo'yding-ku shu turishda. Qayerdan chiqding deb so'rab qo'ysang, Qayerdan kelyapsiz? qayerdan kelib o'tasan? Milisaxonadan kelib o'tam. Ofisingizdan kelyapsiz ekan-ku. O'z barbaynilar deymi o'shaqa kampir. Barbaynilar bo'lmaydi palakatlarga aralashib borib qolamda. Bo'lsin gapdir Rossiyadan. Mashina oldim bozorda juvayli deb chaqirdilar. Bozorning qaq o'rtasidan mashinani juvib pustay ko'z. Biz mashinani haydab keta turgan kishi yo'q. Yeptib bozordan mashinani quvratib haydab chiqib ketib olsa, gay to'sdi. Voy, O'ldigemi deb turadilar, gaydan bir quvrab qolgan nima ekan. Kela qolib mashinam benzini tuganib qoldi, zapravkagacha suylab olib borib yordam qilib qo'yg'ilachdi deydi. Gay. yordam berdinglarmi? Yeptib qutulayli dedik-da. Endi qutulish kerak ayda. Tartolamiz, biroq buni jangi uylanchikda dedim, bilib qolmasin deb. Sen qatuna haydab borasanlar, svetim margat etib qo'yim, jaynatib qolasizlar. Yeptib zapravkagacha tartib olib borg'ila dedi. Ketib gayni suylab ketib, unutib qolibmiz gayni. Voy, bo'lmas. Bir vaqtlar yo'lning jarmina kelganda janob bokat sekirib turib, bizni gay qo'la otadi, ne qilamiz deydi. Voy, to'baqmani. Voy, chinni. Men aytdim, gay qo'la otganimizda qash dedim. Biz menen qaçıp ketib o'tamiz, gay avtobusdan qolmay. Qolmayotadi, 120 ga chiqarib tashlab dedim. 120 ga chiqarib bosib ketib o'tadi, janobi gay svetim margat et, terezasidan boshini chiqarib, balkasi meni to'zatib qo'ydi. Men ne qilamiz, avtobusdan qolmas bo'ldik-ku deydi. Men aytdim, adashtirmay dedim. Men qilib adashtiram dedilar. Men aytdim, sol yoqqa pоворотni chaqib, o'ng yoqqa kirib ket. Haqqa qalat desem, sol yoqqa pоворотni chaqib, o'ng yoqqa kirib ketdik ele. Gay bansaga ketdi, biz milisaga ketdik.
odamsizda to'ba qilib qani. Mana shlapingizni ham tashlasangiz bo'lardi. Bo'ldi bu kam. Tarelkaga o'xshatib to'ba qilib. Bugundan boshlab ichmayman shu chorvalarga borgandan sherlarni Voy, hali kuni nima dedingiz? Esizdami? Mana o'zingizga katta kelgan kostyumni kiyib olibchi. Voy, Indiyaga ketaman dedingiz-ku. Gitmayman. Indiyaga nega boraman? Men ham bilmayman. Aram jursam o'zi Indiyaga nega ketaman? Voy, to'ba qilib, ichib olib, mana qo'shnimiz qozoq bilan urushdingiz. Qo'shni qozoq bilan urushib ketdik. Urushib ketdingiz. Mana chap tomonimizdagi tojik bor-ku qo'shnimiz. Ashim bilan ham urushdingiz. Orqamizdagi o'zbek qo'shnimiz bilan ham urushdingiz. O oldimizda yashagan al o'rus bilan ham urushdingiz. Hammasi bilan urushdingiz. Qo'shnilar bilan urushdimmi? Urushib ketyapsiz qo'shnilar bilan. Ichmang endi, dadasi. Mas'ullikda. Mas'ullikda bor joq bo'lib ketdi. Qo'shnilardan kechirim so'rab qo'yish kerak. Ichmang dadasi, bo'pti. Bo'ldi, ichmayman. Yuring. Hozir sizga men yana 200 gram quyib. Ichmayman dedim, ichmayman. Yo, maza qilasiz. ichmayman. Ashunda tochla o'chasiz. Ichmayman, aytdim-ku men. Qo'shnilardan kechirim olib mas'ullikda. Endi yuring dadasi. Men sizga-chi bo'pti. Her bir aydın altısı. Bitter.